Assalomu alaykum, baraka Turkiya kanali obunachilar, hammangizga xayrli kun. Bugun sizlarga Isuzu reklama etacakmiz. Og'ir yuk ko'tarishi 5 tonna ko'taradi. 5 tonnalik Isuzu bo'ladi. Avtobusdan ishlangan. Yili 2011. 2011-yil. Probegi toza 870 ming probeg. Egasini nomerini pastga yozib qoldiramiz. Şimdi Isuzu izleyebilgen tanışmışlara aynen şu videonu taşak koyun. Baraka Turkiya kanalına podpiski bas koyun. Videoya bir like basın, tanışmışlara aynen şu videonu taşak koyun. Sezar Natejdan patolog bilan uyingiz yanada fayzli, yanada ko'rkam. Baraka Turkiya kanali nomidan murojaat qilsangiz 5% chegirmaga ega bo'lasiz. Kanala abone olup qo'yishdan chiqmasin. 6 dana 50lik metan balon qo'yilgan, 2 dana 100lik metan balon qo'yilgan. Общий yürüyüşü zapravki bilan 650 km yürüydigan. Şimdi Isuzu alaman da bilgan tanışmışlara aynan şu videonu taşak koyun. Narxına gelgan bo'lsak, narxi 17 ming dollar aytib turibdi. Aytilgan baho sotilmaydi. Qaytib kelishib beriladi. Shtir naqd pul sotiladi. Bo'lib beraymi berilmaydi. Egasi bilan bemalol gaplashib, kelishib olaverasizlar. Kanala abone olup qo'yishdan chiqmasin. Videoga birdan like basın, kommentariya o'z fikrlaringizni yozib qoldiringlar. Hammaga rahmat. Abone salonning görünüşü. Görüşleriniz uchun. Fotoğraflarım portreti bir